2015-yilda ishlab chiqarilgan 1.6 do'stlar. Hozir mana chestka ishlari olib borilyapti. Mana holat. Kraskasi top toza. Qo'ltiq holatlari mana ko'rib turibsizlar. Super bez konditsioner. Motor ходовой korobkasi umuman shu yo'q. Bugunning o'zida 4 ta balon taqildi. 14 diska balonda. Albatta o'zingiz uchun tekshirib olasiz. Mana eshik taglarigacha. Holati 163 ming probeg. Yurishlari zo'r. Bu chexollar almashadi, evakor polik to'shaladi. Generalniy garov hamma huquq beriladi. Patologlarni ko'rib turibsiz, osilib qolmagan. Biladigan bo'lsak, mana 80 talik metan ko'rib turibsizlar. Hali tayyor bo'lmagan holatda. Mana zanglab chirib ketmagan, orqalar butun. Mana shu ko'rib turgandek sikkina boshlang'ich to'lov bilan o'z nomingizga avtokredit ham qilib beraman. Xohlang, naqdiga ham kelishaveramiz. 2015-yil super bez konditsioner 1.6 do'stlar. Kraskasi top toza. Bu o'zingiz uchun albatta tekshirib olasiz kraskasini. Kimga qiziq bo'lsa, bundan tashqari ham nesikkilar bor.